Bugun sizlarga Singapur matematika sirlari haqida aytib beraman. Video oxirida esa juda ham qiziq bo'lgan CPA metodi haqida gaplashamiz. Singapur matematika o'qitish tizimining asosiy ustunligi e'tibor qoidalarini eslab qolish, ularni takror qo'llashga emas, balki ularning matematik ma'nosini chuqur tushunishga qaratiladi. Keling sizlar bilan bar modeling metodini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, Anvarda 6 ta, akasida undan 5 ta ko'p kitobi bor. Ikkalasida jami nechta kitob bor? Demak, birinchi bo'lib Anvar uchun shunaqa uzun shakl chizamiz, pastidan yanada uzunroq xuddi shunaqa shakl chizamiz. Ushbu chizmalar yordamida o'quvchiga Anvarning akasida 6+5 ta kitob borligi vizual tarzda ko'rsatib beriladi. Jami kitoblar soni esa 11+6 ta, ya'ni 17 ta bo'ladi. Ushbu metod asosan masalalarni tenglamasiz yechish uchun ishlatiladi. CPA Concrete Pictorial Abstract so'zlar qisqartmasi bo'lib, mavzu tushuntirishda biror narsaning hayotdagi misoli, rasmdagi ko'rinishi va matematik tildagi ifodalanishi ko'rsatiladi. Masalan, 3 ta olma plus 3 ta olma qilib hayotiy, doskada 3 ta aylana plus 3 ta aylana qilib rasm ko'rinishda, matematik tilda esa 3 plus 3 6 qilib ko'rsatish mumkin. Ushbu usul orqali murakkab mavzularni hayotiy misollar yordamida oson tushuntirish mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va ularni matematika ustozlariga yuborib qo'yishni unutmang.